ko'chada changli havo, changli shamol, bolalarda yuqori nafas yo'llari va pastki nafas yo'llarida yallig'lanish kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Tusalib kelayotgan bola qaytadan kasal bo'lishi mumkin. Sog'lom bolada ham kasallik, yo'talish alomatlari kuchayishi mumkin. Nimaga? Hisobiga namlanish yetarli darajada bo'lmaydi. Bunaqa payt bolada yurgan, ko'chada yurgan bolani darhol uyga olib kirish kerak. Birinchi o'rinda chayish kerak, og'izni, burunni oddiy suv bilan. Agar yoningizda iliq fizrastor bo'lmasa, oddiy suv bilan chayib tashlash kerak. Shu burningiz sal bo'lsa ham yengillashishi uchun. Chora tadbirlarni ko'rish kerak. Uyda namlatuvchi, havoni namlatuvchi vositalardan foydalanishimiz mumkin. Namli lattalar bilan o'sha uy xonalarini tozalashimiz mumkin. Namli lattalar va changlarning miqdorini kamaytirish uchun mana shu narsaga qarab qo'yishimiz kerak. Mana shunaqa havoda o'zingizlarning ehtiyotinglarni qilinglar. Juda changli havo kuzatilmoqda hozirgi kunda.